Diqqat, Eron oliy rahnamosining bir qator bayonotlari e'lon qilindi. Unga ko'ra, Mojtaba Xamaniy Fors ko'rfazi va Hormuz bo'g'ozi atrofida vaziyat keskin o'zgarayotganini e'lon qilgan. Bayonotda so'nggi 2 oy ichida mintaqada AQSh va Isroil tomonidan boshlangan yirik harbiy keskinlik yuz berganiga qaramay, AQSh o'z maqsadlariga erisha olmaganini hamda Eronga qarshi dunyodagi eng katta bosqinchilik urushidan AQSh sharmandali muvaffaqiyatsizlik bilan chiqqani aytiladi. Buning asosiy sababi sifatida matonatli, hushyor va strategik kuch namoyish qila olgan Eronning harbiy kuchlari ekanligi ta'kidlangan. Xamaniyga ko'ra, Fors ko'rfazining kelajagi Amerikasiz bo'ladi hamda mintaqa davlatlari o'z taraqqiyoti va kelajagini o'zlari belgilashini aytgan. Undan tashqari, ko'rfazdagi o'z mudofaasini Amerika va mintaqadagi Amerika harbiy bazalariga ishongan ba'zi davlatlar hatto o'zlarini mudofaa qila olmaydigan Amerika bazalariga ishonish befoyda ekanini ta'kidlagan. Eron oliy rahnamosiga ko'ra, Eronning yadroviy va uzoq masofaviy ballistik raketalar tizimi mamlakatning yer, suv va havo hududlari kabi milliy boyligi hisoblanadi va Eron bu boyliklaridan voz kechmaydi hamda murosasiz tarzda himoya qiladi. Tahlilchilarga ko'ra, o'tgan AQSh-Eron urushidan so'ng Yaqin Sharq mintaqasida yangi kuch muvozanati shakllanishi hamda ayni shu muvozanatning ta'sir doirasi kuchaygan tomonida Eron bo'lishi kutilayotgani aytiladi.